Bismillahirrahmanirrahim. Bugun yana Imom Buxoriy rahimahullohning Al-Adabul Mufrad nomli bu kitobining davomini o'qiymiz. 88 bab. Babu man xotama ala xodimihi maxofata su'iz zanni. Yaman gumondan ansirab, xodimiga muhr besib bergan kishining bobi. Masalan, xo'jayin xizmatkorni ishga buyurib, uningga bir hamyon pul bergan bo'lsa, u hamyonning og'zini chigivitidi. Chigivotgan vaqtida xo'jayinmi xizmatkorim bu puldan olganmidi deydigan yomon gumonning oldini ola oladi. Shundaqla uning og'zini chigivotgandan keyin, hamyonning og'zini chang chigivotgandan keyin xizmatkormi hamyonning ichidagi pulga nisbatan tamodi bo'lmaydi. 167 hadis. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. أبو العالية رحمه الله شندق deydi. Biz xizmatkorga pul bersak demakchi. Hamyonning og'zini bo'g'ib etishga va jinglaydigan narsa bo'lib qolsa, kilolab beqishga, sanaydigan narsa bo'lib qolsa, pul pichak degandek sanab beqishga buyurildik. Xizmatkorlarning yomon xuluqqa, yomon axloqqa ko'nib qolmasligi yoki biz yomon gumonda bo'lmasligimiz uchun. Abul Aliya mashhur tabi'i. Abul Aliyaning biz buyurildik degani sahobalar bizni buyuruydi yoki ba'zi sahobalar bizni mushundaq qilishga buyuruydi. Ya'ni pul bo'lib qolsa hamyonning og'zini chigib etishga, guruch, bug'doy degandek narsalar bo'lib qolsa bozorga olib setib kelgin degan bo'lsa, masalan, yoki mancha kilo bug'doy olib kelgin degandek shunda buyurgan bo'lsa, yoki pul bo'lsa pullarni almashtirib kelgin deb buyurgan bo'lsa, yoki bu pulga bir narsa setib kelgin deb buyurgan bo'lsa, pullarni sanab beqishga va jinglaydigan narsalarniki kilosini jinglab beqishga buyurildik. Bundaqa vaqtda xizmatkorlarmi xo'jayinning puliga yoki guruch va yoki boshqa narsalarga tamodi bo'lmaydi. Yomon axloqqa ko'nib qilishning oldini olg'ili bo'ladi. Ham xo'jayinmi xizmatkorlarga nisbatan yomon gumon qilishdan saqlana oladi, chunki uning soni aniq, kilos aniq bo'lgandan keyin yomon gumonning oldini oladi. Bu yerdagi hadislar qul haqida ketyotidi, lekin biz bu hadisning ruhini, ma'nosini farzandlarga yoki ayollarga yoki ishchi xizmatchilarga tatbiqlasak bo'ladi. Masalan, ota-onalar farzandlarimizning yomon axloqqa ko'nib qolishining oldini olish uchun, masalan, ularga pul bergan vaqtimizda, ishga buyurgan vaqtimizda bir narsalarni jinglab baqsaq, pullarni sanab baqsaq bo'ladi. Va yoki har qanday yomon axloqqa ko'nib qoladigan vositalar, choralarning oldini olsak va yomon gumonning oldini olsak bo'ladi. 89 bab bu oldingi babga o'xshaydi. Babu man adda ala xodimihi maxofata zanni. Yomon gumon qilishdan ansirab, xizmatkorga pul bergan bo'lsa, sanab baqadigan kishining babi. 168 hadis. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مطرب عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. Salman radhiyallahu anhu shundaq deydi, men yomon gumondan ansirab, xizmatkorimga nisbatan go'shi shulib elingan so'ngaknimi sanab baqaman. Ya'ni xizmatkorimni bozorga go'shi yo'q so'ngak olib kelgin deb buyurgan bo'lsam, sanab baqatdim. Demak, ayni vaqtida go'shi shulib so'ngaklarmi setilgan. Xizmatkorimga nisbatan yomon gumon qilishning oldini olish uchun Mushunchola arzimas narsa bo'lsa-mu, garchi uni sanab baqaman. Albatta pul va yoki ochliq degandek va yoki uningdan boshqa narsalar bo'lsa-mu, sanab baqaman demakchi. Sanab baqqan vaqtida xizmatkorim buningdan biroz evaganmidi, elvamaganmidi, shiltib solganmidi degandek yomon gumonlarning oldini olg'ili bo'ladi.
169 hadis. Haddesena Haccacun qala haddesena Şu'batu qala enbe'ena Ebu İshaq'a qala semi'tu Harisata ibn Mudarribin qala semi'tu Salmana inni la'uddul urraqa xaşyetez zanni. Cazmen men güçü yok güç şilemangan soğayını sanap baqaman gumandan ansirab bu mu aldan hadisga o'xshab ketadigan. 90-cı bab babu adabil xodimi. Xizmatkarni adablashning babi. 170 hadis. Haddasana Ahmad ibn Isa qala haddasana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Makhramah ibn Bukayr an abihi qala سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب وخذ الذي لي ولا تصرفه. Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhu xizmatkarini altın yoki kumush bilan avatdi. Ya'ni buni almashtirib kelgin. Ya'ni altın bo'lgan bo'lsa, altını kumushga yoki kumush avatgan bo'lsa, kumushni altınga almashtirib kelgin deb avatdi. Uning avatgan altınmi yoki kumushmi ravi toz aniq bilmabdi. Shuning bilan uni almashtirdi. Ya'ni sarrafxonaga berib almashtirdi. Almashtirganda naq almashtirmasdan nisi qildi. Ya'ni Abdullah ibn Ömer raziyallohu avatgan altın yoki kumushni sarrafxonaga qo'yib, keyin tegishadiganga deyishib keldi. Masalan, falon vaqtdan keyin tegishima deb keldi. Uni qishiga yenib ketdi. Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu achchiq kelib, bu xizmatkarini qamchi bilan og'rig'idak urvatdi. Va mundaq dedi: "Bag'in berib, mening narsamni qaytirib kelgin va uni almashtirmag'in." Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizni hadislarda altın yoki kumushni almashtirgan vaqtda naqma-naq, qo'lma-qo'l va o'xshash miqdorda almashtirishga buyurgan. Masalan, 5 gram altın bo'lsa, uni 5 gram altınga tegishishga bo'ladi. 5 gram altınni 10 gram altınga bunda tegishkili bo'lmaydi. Shundaqla yana naq almashtirishga buyurgan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Chunki altın kumushning bahsi davomli o'zgarib turgan bo'lg'ashqa. O'xshash miqdorda yana naqma-naq, qo'lma-qo'l tegishmaganda jazoniga kirib qoladi. Endi Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhudek katta sahoba xizmatkarni qamchi bilan shunda qamchilab urib ketamdi deganda, chunki bu xizmatkar Alloh harom qilgan jazoni qilib salgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cheklagan ishni qilgan, buyurgandek qilmagan. Shuning uchun Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu bu xizmatkarni Alloh uchun jazolagan. Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu bir katta sahoba, uning xizmatkari bir inson tursa, uni hargizmi chidayolmag'idek, bir yerlardan qoni qib ketgidek, ko'kirib ketgidek unda qattiq urvatmaydi albatta. 71 hadis. Haddasana Muhammad ibn Salam قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا. Abu Mas'ud mundaq deydi: "Men o'zimning xizmatkarimni urayotgan edim. Arqa tarafimdan bir ovozni angladim. I'lam Aba Mas'udin, lallahu aqdaru alayka minka alayhi." Faltafattu fa idha huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qultu ya Rasulullah, fa huwa hurrun liwajhillah. Ama illau lam taf'al lamasatkan naru aw lalafahatkan naru. Bilgin ey Abu Mas'ud, Allah'ның sana sening onunğa küçün yetkendan bekroq küçü yetidi. Shunda qarag'dak bo'lsam, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ekan. Men ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u Allah uchun azod, Allah uchun hur dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, agar sen unda qilmagan bo'lsang, ya'ni xizmatkaringni qulluqdan azod qilib etmagan bo'lsang, sen do'zaxga kiratding dedi. Ya'ni mushadiki lamasatgan nar, lafahatgan nar degan namasi o't seni ko'ydiratdi. Ya'ni do'zaxga kiratding deganlik bo'ladi. Ondan oldidiki lallahu aqdaru degandagi lam qasamning lami, ya'ni Alloh bilan qasamki degan gap. Bu hadis bilan oldidagi hadis zid kelmaydi. Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu xizmatkari
jazondan iborat bu ishni qilib solganligi uchun uni qamchi bilan urib jazolagan. Bu hadisda bo'lsa Abu Mas'ud o'zining xizmatkarini nihoyat qattiq urib etgan. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini anglabla o'zining gunohini darhol tunigan va bu qulni Alloh roziligi uchun qulluqdan ozod qilib etgan. Bu hadislardan ilinadigan foydalar zulm qilish harom va zulm qilish, urush, bundaq xo'rlash, ihonat qilish do'zaxga kirishning sabablaridan. Agar inson shunday g'aflatda qilib zulm qilib qolgan bo'lsa, buningga kaffarat bo'g'idek bu yomon amalining o'rnini to'ldiradigan yaxshi ishlarni qilish kerak. Mana shuningdek qulni ozod qilib etsin bo'ladi. Yaxshi ishlar, solih amallar gunoh ma'siyatlarga kaffarat bo'ladi. Ammo qullar, xizmatkorlar Qur'on sunnat bo'yicha ish qilmaganda ularni adablash va biroz jazolash, adab berish joiz. 91-bab. Babu la taqul qabbahallohu vajhahu. Allah uning yuzini qabih qilibassun dema degan babken. 172 hadis. Haddasana Hajjajun qala haddasana Ibn Uyaynata an Ibn Ajlan عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, umdaqdaydi, sizlar Alloh uning yuzini qabih qilvasin demanglar. Alloh taolo insonlarni go'zal chiroy, go'zal shaklda yaratdi. Alloh taoloning mahluqotlarini o'zgartirishga bo'lmaydi. Shundaqla bu duolarni qilishga bo'lmaydi. 173 hadis. Haddasana Abdullah ibn Muhammadin qala haddasana Ibn Uyaynata an Ibn Ajlan an Sa'idin an Abi Hurairata qala لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. Sizlar Allah sening yuzini qabih qilibassun va sana o'xshaydiganlarning yuzini qabih qilibassun demanglar. Chunki Alloh taolo Odamni uning suratida yaratgan. Bu yerdagi suratihidagi hu domir haqida ikki xil ko'z qarash bor, amar ikki xil ko'z qarashga yetarli hadislarmi bor. Odamni Alloh taolo Allah o'zining suratida yaratgan yoki Alloh taolo Odamni odamning suratida yaratgan. Agar bu yerdagi hu domirni Allohga qaytarsak, Allah Odam alayhissalomni Allah o'zining suratida yaratgan deganlik bo'ladi. Bu hargizmi Alloh taoloni mahluqotlarga o'xshatganlik bo'lib qolmaydi. Chunki Qur'on Karimda Alloh taoloni Sami'un basir, quluba, so'zlaydi, futuba deb shundaq keladi. Alloh taoloning ko'rishi, anglashi albatta Alloh taoloning o'ziga loyiq ravishda bo'ladi. Mahluqotlarga hargiz o'xshamaydi. Ammo mushu ko'rish, so'zlash mushu taraflardan o'zining suratida yaratgan demakchi. Alloh taolo Odam alayhissalomning o'zining suratida yaratgan desak, Alloh taolo Odam alayhissalomni 60 gaz yaratdi deydi hadisda. Alloh taolo Odam alayhissalomni hurmatlab o'zining qo'li bilan yaratgan. Odamning bolalari, zurriyatlari albatta Odam alayhissalomga o'xshaydi. Sening qarshi tarafni Alloh sening yuzingni qabih qilvasin va sana o'xshaydiganlarning yuzini qabih qilvasin deb tillig'ining, odam bolalarini tillig'ining, odamlarning, insonlarning bovisi, tunji dadisi bo'lgan Alloh taolo o'z qo'li bilan yaratgan, hurmatli qilgan va farishtalarni sajda qildirgan odam otangni tillig'iningdir. Agar bu zamirni Alloh qaytarsak, Allohni tillig'iningdir. 92-bab. Babun liyajtani bil wajha fi darbi. Yüzüge uruşdan yiroq bo'lish, yüzüge uruşdan saqlanish. 174 hadis. Haddasana Khalid ibn Mukhalladin qala haddasana Sulayman ibn Bilal qala haddasani Muhammad ibn Ajlana qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairata an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindiki, u mundaq degan: agar biringlar xizmatkorni jazolab ursa, yüzüge uruşdan yiroq bo'lsin, yüzüge urmasin. Chunki yuz degan inson uchun eng sharafli a'zo. Yüzüge urganlik insonni xo'rlaganlik, ihonat qilganlik bo'ladi. Darsimiz mushagich bo'lsin. Darslar yana davomli yo'llanadi inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.